Xayrlı günler. Şembe günüңlar xayrlik bolsun. Bütün dünyadaki barlıq vatan söygen Uyghur qarindaşlar. Yana sizlar bilan ekran yuzida azroq bir muloyiza ustida muloyizni sizlarga to'nishtirish ustida men ekran ustida bo'ldim. Sizlar bilan ko'rishganligimdan xushalman qarindoshlar. Men ba'zi do'stlarim azroq kirdigan bu naq maydon qildigan vaqtni degandim. Ammo bunun amal qilolmadim, to'g'ri tushuninglar. Chunki men do'stlarimiz biladi, ammo bir Norveg do'stimizga yordamlashadigan ishqa deyishgan vaqtni xato hisoblab olganligi uchun men do'stlarimga naq maydon qildigan vaqtni oldiga surishga majbur bo'lib qoldim. Bugungi meningki vatan so'ygan qarindoshlarga tanishtirmoqchi bo'lgan asosli temam qarindoshlar. Eng avval men buni deb o'tay. Masalan, kelgusida Qozog'iston Xitoy tilida so'zlamdi va yoki parchalanib ketamdi degan tem bo'ldi. Balkim bu tema nurg'un insonlarga yoqmaydi, ammo kasalni yushisang o'lim oshkora degan bir narsa bor. Biz Uyg'urlarda, balkim boshqa millatlarda bor bundaq narsa, ammo biz bundaq masalalarni ancha-muncha bilish, o'zaro tushunish haqqimiz bor qarindoshlar. Buningdan temaga kirishdan burun men bu temani bek chunqurlab mening odatim bo'yicha yishib o'tib ketmayman qarindoshlar. Faqat alomatlarini biz dunyo siyosatida bo'layotgan ham bo'ladigan ishlarning alomatlarini biz deyishib keldik. Albatta bu qitimqi suhbatimning o'zidami alomatlarini deb o'taman qarindoshlar. Ishning haqiqiy tarafini bilgichisi yaratquchi biladi. Insonlar faqat alomatlarini bila oladi deb qaraymiz, lekin inson cemiyetimizde yüz berayotgan her bir vaqaliklar bir-biriga bog'langan bo'ladi, ma'lum bir kishilar o'tirib uni chiqargan bo'ladi va qo'rashtirgan bo'ladi. Faqatla aqlsiz insonlar, bu aqlni joyida ishlatmaydigan insonlar bo'lsa, hamma narsani biz yaratquchiga yuklab qo'ydigan odatimiz bor. Men bu temaga kirishdan burun dunyoda yuz bergan azroq vaqalarni men ko'pchilik eslatib o'tay. Bugun Italiyaninki, ya'ni Vatikan davlatiniki, Italiyaning Romda, bu yerda Vatikan degan bir davlat, bu yerda dunyodagi 20 taraqqiy qilgan davlatlarning yig'ini bugun boshlandi. Qarindoshlar, asosli tema Afg'oniston masalasi, klimat masalasi, ya'ni muhit masalasi, andin dunyoni qayta qurib chiqish degan BBB, ya'ni Build Back Better degan bu shuar ostida u yerga to'plandi. Xavringlarda bo'lganda qarindoshlar, bu qitimqi yig'inga Xitoyning qatnashmaydiganligi o'rtada turdi. Chunki nima uchun degan vaqtimizda Xitoy muhit masalasi kelgan vaqtida o'zininki yaratgan ko'p problemlari bor. 23 ming tonna atrofida havo bo'shlig'ida karbon oksidning butun qoplab turgan, xalqini o'ltirayotgan bu muhit ahvollari bor. Endi dunyo buni hal qilamiz degan nuqtani deyotdi, Afg'oniston masalasini deyotdi. Bu ishlar keyingi ishlarni ko'ramiz, ammo bu qadimki G20, ya'ni davlatlar 20, dunyodagi iqtisodiy jihatda taraqqiy qilgan 20 davlatlarniki buningki dunyo ishlarini qandoq boshqarish, qandoq planlash masalalarida Xitoyning bu qitimqi yig'inga kelmaydiganligi o'rtada turdi. Hatto Rossiya ham shundoq turdi. Demak, bu qutublashda asta-asta ma'lum bir kishilar o'zining o'rnini tepayotgan va dek ko'rindi qarindoshlar. Qolgan ishlarni biz amaliyotda ko'ramiz. Ikkinchi, hayotimizda bo'lib o'tgan ishlarni desa qarindoshlar, bundan men 2 hafta avval masalan Turkiyadagi Vatan partiyasi Bozdag'mi, Muzdag'mi aytaver, mening ismim yo'q. Buni Uyg'urlarni terrorist deganga nisbatan men o'zimning kaskin noroziligini bildirib, bu Uyg'ur emas. Bundaq masala kelgan chaqda, ey Bozdag' apandim, diqqat qil. Sen o'zingning davlatingning manfaatini o'ylasang, sen bir siyosatchi bo'lsang, haqiqatan boshqalar degandek istixborotchi bo'lsang, og'zingdan chiqayotgan gaplarga sen diqqat qil deb o'tirib degan. Bundan avval masalan Uyg'urlarni terrorist deb qaragan masalan Vatan partiyasi, men bayatımki Vatan partiyasiningki uning shundaq va millatimizdan ko'p inkoslar keldi. Masalan, Doğu Princhakmi Uyg'urlarni terrorist degan chaqda biz nurg'un Uyg'urlar
Bunaga qarshi o'tirib, sen bundaq so'zlarni isbot yo'q, asos yo'q so'zlarni sen bundaq gaplarni dema. Chunki Uyg'urni bugun dunyo qo'llayotdi. Sening kimningki advokatligini qilayotganligini biz yaxshi bilib turibmiz. Ey Doğu Perinchak, sen mo Xitoyning advokatligini qilyapsan, maskan oldirmay turib echiladi degan qarindoshlar. Undan keyin masalan Zafer partiyasininki bo'zdag'mi, muzdag'mi, uningmi shu chittidan o'sha sarang chiqqanda chiqib o'tirib, shundaq o'tirib televizorda so'zlab ketgan ahvollarini ko'rgan. Albatta buningga vatan, millatni so'ygan qarindoshlarimizdan javob kechikmidi, inkos kechikmidi. Ammo ko'ringlar qarindoshlar. Men Uyg'urni terrorist qilmoqchi bo'lgan Xitoyning puli orqali Uyg'urni terrorist qilmoqchi bo'lgan mayli Vatan partiyasi bo'lsin, mayli Zafer partiyasikilar bo'lsin, bugun Turkiyani qaysi holatga keltirdi? Necha vaqtdan biz Turkiyaning siyosatini xato, Turkiyaning siyosatini ayblasak, nurg'ulg'an Turkiyadagi qarindoshlarimiz chiqib, "Sening boshqa ishing yo'qmi? Ayblaydigan dunyo Uyg'ur qurultiyi yo'qmi? Boshqasi yo'qmi? Nima o'tirib bu Turkiyani ayblaysan?" degan qarindoshlar. Kiysen yuşursan ölüm aşkara degan gap. Biz o devletninki Uyg'urlarning hayotiga munosabatli xato siyosatini ayblash bizning haqqimiz bor. Mayli dunyoda qanday davlat bo'lsa, ayblash haqqimiz bor qarindoshlar. Aşı devletdagi mal xizmat qilayotgan Vatan partiyasi, Zafer partiyalari bo'lsin, bularning Uyg'urlarga munosabatli masalalarda xato maydoni tutgandan keyin bu oxirida nimani keltirib chiqadi? Men sizlarga deb beray qarindoshlar, biz bunga noroziligimizni bildirgan Uyg'ur terrorist emas deb. Şunun bilan bugun kunimizda aşında xato siyosiy yo'llarniki Xitoydan olgan pullar orqali Turkiyaning oliy manfaatlarini o'ylamay o'tirib xato siyosatda bugun Turkiya hukumatini qaysi o'ringa tushirib qo'ydi? Turkiya hukumatini blacklist, grey list, white list aytgan 3 list bor dunyoda terrorizmga yordam qiluvchi davlatlar uchun o'tdi. Masalan, North Koreya eng qattig'i. Undan tevarak bo'lgan shu grey list deganing o'zida masalan kulrang tizimlikning ichiga Turkiya kirgizildi qarindoshlar. O'ylab bakinglar. Turkiya kirgizildi. Ya Turkiyaning bugungi tashqi dunyodagi statusi qaysi o'ringa tushib qoldi deysanglar, terrorni qo'llovchi davlat statusiga tushib qoldi qarindoshlar. Terrorni qo'llovchi davlat qaysi edi? Masalan, Afg'oniston, Pokiston, Sudan, Somaliya degan o'rniga bugun Turkiya kirib qoldi. Nima sababdan? O'ylab bakinglar. Bu Türkiye'deki mayli Zafer partiyasi, Vatan partiyasi bo'lsin, aş insonlarning xato siyosati tufaylidan bugun shu listga kirib qoldi. Balkim nurg'un qarindoshlar buni deyishi mumkin, ha, kirib qolsa nima bo'pti deb shunday dedi. Bunda qilib ko'ryapsiz, Turkiya lirasi yuqorilab, menga vaqtingizda nima bo'pti deganning javob chiqdi. Kirib qolsa nima bo'pti listiga deganning javob chiqdi. Hazır o liram oturup yuqorilab onun üstüge qarab turib menyapti-ku. Yenim yuqorliga vaqtingizda, ama yanchug'ingizdagi pulingiz azaygan vaqtning o'zida, texmi qalandalashga vaqtning o'zida, ha, buni o'tirib aldirmay tushunsiz. Chunki bir davlat terrorni qo'llovchi davlat tizimiga kirib qolgan vaqtning o'zida u davlatga mablag' selish, u davlatga sayohatchi, har turli ishlarning o'zida mana qisilchilik paydo bo'ldi. İşençsizlik paydo bo'ldi. O davlatning ekonomisi, iqtisodiy zarbalar boshlandi qarindoshlar. Shunda bo'lgandan keyin biz bu nuqtaga kelgan vaqtning o'zida biz Uyg'urlarning hayotiga munosabatli masalada Turkiya hukumatining emas, hukumati bo'lsin, mayli shunday Zafer partiyasi, Vatan partiyasi bo'lsin, bularning xato siyosatini izchil ayblab keldik. Mana ularning xato siyosati o'zini terrorni qo'llovchi davlat tizimiga kirib qoldi qarindoshlar. Gördüңlar ama bunun ziynini, aşında hata insanların tutkan ziynini keyingi avlatlar töyleydi. Onundan başka işkinci, mesela bu kadar insan hakları boyunca qo'llash masalasi kelgan vaqtning o'zida bunaga Turkiya kirdi. Turkiya hukumati uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Turkiya hukumati uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Biz rostni rost, yolg'onni yolg'on deyish bizning axloqimiz. Zaten mening axloqim. Turkiya uzun muddatlik sukutning ichidan keyin eng oxiri Uyg'urni qo'llaydigan, Uyg'urning inson huquqlari bo'yicha BDT'da ochilgan guvohlik ishlariga kelgan vaqtning o'zida qo'shilgan davlatlarning soni Turkiya qo'shilib yana 3 ga ilgirdi. 3si qo'shildi. Ammo Xitoy tarafda turayotgan yana shu Qozog'iston, Qirg'iziston, Stoniston, Pokistonlarni qo'shib musulmon davlatlarini etkazsanglar, Afrikadagi gadaylardan tortib Xitoy siyosatini qo'llayotgan, ya'ni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini qo'llaydigan davlatlar naq ovoz berishning o'zida Uyg'urlar tarafda turayotganlar 43 bo'lgan bo'lsa, Xitoylar tarafda turayotganlar yana 80 necha qarindoshlar.
İlgirki 23'ten 39'ga, 39'dan 43'ga ilgirlewatdy. Nima bolmasa Türkiye hökümetiniki bu siyaset üçün toğru deymiz. Lekin bazı qarindaşlarımız bu sualını sordu. Türkiye muşunda uzun müddetlik sükutning ichidan keyin nima uchun Uyg'ur masalasini qo'llab qoldi degan gaplarni deydi qarindaşlar. Türkiye hükümeti yaxshi davlat. Türkiye hükümeti nayt güçlük bir demokratik devletdi. Ama Erdoğan hakimiyeti çıkkandan keyin u davlatda bir güçlük bir rejim bor qarindaşlar. Namoyish har turli kishilarga cheklanib qo'yayotgan, hatto o'zining xalqiga bu rejim bor. Şu sebepten Türkiye hükümeti Xitoy bilan bo'lgan munosabatda, ya'ni G'arbga, Yevropaga tahdid solish uchun Xitoy bilan bo'lgan munosabatda izchil turda parallellikni saqlab kelib, Uyg'urning manfaatini setib kelgan. Ammo bu yaqinning o'zida undaq ish bo'lmadi. Çünkü Xitoy hükümeti aldamchi Xitoylar Türklarni oldi de. Yani Türkiye'nin shimolida, Türkiye'nin Suriye chegaralarida Türkiye qarshi faoliyat qilayotgan PYD, yani mening bilishimcha Kurd demokratik kuchlarini Xitoy qo'llab chiqdi. Yodinglarda bo'lsin. Xitoy qo'llab chiqdi. Hatto qurol-yarog' bergan ahvollarni Türklarning o'zlarining medialarida chiqyotdi. Shunday bo'lgan ekan Türkiye hükümeti Xitoyga bo'lgan bu xo'shamatchilikdan endi biz Uyg'ur masalasini ko'tarib chiqmasak bo'lmaydi deb o'tirib bu o'tirib chiqdi. Neyse, davlatning manfaati bunda ishlar bo'lib turdi. Chiqqanligidan nayt ko'p qo'shildik. Xitoyning ama shundaq razillikligini, Xitoyning aldamchiligini tunib yetgan Turkiya hokimiyati bo'lgan bo'lsa, biz bunga ko'pdan ko'p rahmatlaymiz. Xitoy haqiqatan aldamchi millat, razil millat. Turk xalqi buni bilish kerak. Adolat turdirish kerak. Adolat bugun Uyg'urda. Çünkü Uygur milleti qırılıvatıdı. Dünyada irqiy qırgınçılık uçuravatıdı qarindaşlar. Endi aslidagi temamizga kelsak, bundan başka uzatma aslidagi temamizga kelsak, Qozog'iston kelgusida masalan parçalandı degan temaga o'tamiz qarindaşlar. Men Facebook'umga bir ikki shaxsningki masalan Xitoy bilan Qozog'iston, Xitoy bilan Rossiya birlashib Qozog'istonni parchalamdi degan masalaga vaqtida uni shunday fikrlar o'tirg'i chiqyotdi degan narsani men Facebook'imga qo'shib qo'ysam, nurg'un qarindoshlarimizdan xat kelib, endi o'tirib, mush ishlar aralashmasang, mush ishlarni demasang degandek gaplar bilan nurg'un fikrlar bo'lindi endi qarindoshlar. Burundan tortib masalan Qozog'istonda bo'layotgan bo'lsin, ba'zi masalalarni Facebook chiqqan vaqtning o'zida nayt ko'p norozilik deyli. Shunday ishlar kelgandan keyin men bu ishlarga hech qanday ko'rib baqsizlar, Qozog'istonning ishlariga men zaten aralashmay keldim. 1,5 yildan birsi, hatto so'zlamay keldim. Ammo kesalni yushisang o'lim oshkora degandek, bu yerdagi siyosiy vaziyatlar, siyosiy atmosferalar har turli o'zgaryapti. Ko'rib turibsiz. Necha kun avval bir gün avval turib, masalan Uyg'urlar ko'p o'tirg'alashgan Panjim rayonida kichik bolalar o'tirishdagi ma'lum bir jidalga ko'rdinglarmi? Ammo ahmoqlik kichik bolalar o'tirishdagi jidal majra ishlarga, mush ishlarga ota-onalarni qo'shilib o'tirib, qozoqlarning kelib o'tirib, Uyg'urlarning kafelarni chaqqanligi, bu dehqonchilikda ishlatadigan texnik qurollarning hammasini urib chiqqan ahvollarni biz ko'rdik. Ko'rib o'tirib anda bo'lgan bo'lsa, buning va to'g'ri va xato, Qozog'istonning nega ketayotganligini biz ko'pchilikka o'zimizning aqliga jiqqan, o'zimizning zaten mening aqlimga kelgan narsalarni tushuntirib qo'yishni loyiq topdim qarindoshlar. Loyiq topdim. Albatta nurg'un ko'pchilik qarindoshlarimiz yaxshi ko'rmaydi. Ularning ish bo'lgan vaqtning o'zida mush Uyg'urlarning ichida bo'layotgan gaplarni o'tirib men shuniga kirib, shuning fikrini qilib o'tirgan bo'lsam, ular yaxshi ko'rdi. Qarindoshlar, sizlarga deb qo'ying. Ana Turkiya bayatın dedik, Turkiya hukumatı xato siyosatida Zafar va Vatan partiyaga o'xshash insonlar xato siyosat tutganligi uchun ko'rdinglarmi qarindoshlar, ma dunyoning xo'jasi bor. Turkiyadagi bir davlatni statusini terrorni qo'lg'ish davlatlar qatoriga tushib qoldi. Chunki u davlat to'g'ri yo'lda menib o'zingizning milliy manfaatini o'ylasangiz, har doim o'zingizning davlat manfaatini o'ylashingiz kerak. Nada o'tirib, u Xitoyning puliga, Xitoyning yanchig'idagi puliga qarta dunyoga o'tirib o'zingizning davlatidagi, o'zingizning ichida yashayotgan millatlarga muomala qilsangiz, bu mohiyati o'zingizning putiga o'zingiz palturganlikdan boshqa narsa bo'lmaydi. Endi men bu temaga kirishdan avval, aslidagi temam bo'yicha, aslidagi psixologiyam so'zlayotgan odatim bo'yicha bu ikkisining muloyiz söhbatini o'tirib qo'yaman, andin o'tirib men o'zimniki tushunchisini o'tirib qo'yaman qarindoshlar. Burundan tortib mening bo'lib kelgan odatim shu avval paket, andin keyin o'tirib muloyiza. Сейчас пришло время реализации договора, который есть или гипотетически есть, да, между Китаем и Путиным о разделе Казахстана.
абсолютно логично с геополитической, так сказать, стратегией, да, разделить Казахстан между Китаем и Россией. Хватит ли ума Токаева серьезно отнестись к этой проблеме и, может быть, пора уже Казахстану подавать заявку в НАТО? Ну, пока есть нет территориальных проблем, как, например, какие, например, имеет Украина. Казахстан связан по рукам и ногам. Основная дележка финансов происходит между теми же самыми людьми, которые делят финансы в России. Обратите внимание, кто занимается ураном в Казахстане. Та же самая семья, которая занимается ураном в России. То есть все абсолютно по-семейному. Их вот эти семьи вообще не волнует суверенитет Казахстана. И в том числе суверенитет России не волнует. Их волнует гешефт, их волнует, чтобы они получали и продолжали получать то, что они получают. Китай вполне надежный партнер для них. Во-первых, Китай богат, во-вторых, Китай готов работать с кем угодно. В конце концов, конечно, они обманут, я уверен, на то это и Азия, и Китай, но это будет один раз, и этот раз будет последний. Ну, это как пирамида финансовая, да, тебя, конечно, обманут, но в самый последний момент, да, когда все уже, когда отнимут все. Так вот, я думаю, сделает и Китай в конечном итоге, поэтому сейчас Китай всеяден и совершенно спокойно ведет деятельность с ворами, жуликами, предателями и прочее, прочее. Кстати, извиняюсь перед уважаемыми казахами за то, что мы делим их территорию, но, друзья, мы просто хотим вас предупредить об опасности, поэтому вооружайтесь, будьте готовы, занимайтесь боевыми видами спорта и приобретайте оружие. Уговаривайте свое руководство тоже серьезно к этому относиться, искать альянсы на Западе. Почему? Потому что сейчас вполне достаточно технологий сделать так, чтобы Путина не было, а он был. Был в интернете, и совершенно спокойно можно было его продемонстрировать кому угодно, где угодно. Поскольку Путин, хотим мы этого или не хотим, да, является замковым камнем всей этой системы. И если Путина не будет, то все его дружки, вот эти так называемые башни, они там в таком змеином поцелуе сольются, что нас они как раз не видят. Понимаете, вот парадокс этих подонков путинских, что они не боятся народа. Они боятся друг друга, поэтому они воздействуют на Путина, чтобы каким-то образом там нивелировать друг друга, ослабить и так далее. Они нас абсолютно не боятся. И поэтому для них очень важно, чтобы Путин был. И если вот он там сойдет окончательно с ума, да, там превратится в овощ, то они вокруг этого такую баррикаду создадут, чтобы об этом никто никогда не узнал. И это будет их общая тайна, которая так же, как этот замковый камень, будет их объединять. Они будут хранить эту тайну, это будет некая такая мистерия, да, потому что они будут собираться вот с этим Путиным таким виртуальным, да, там, ну как они сейчас собираются, там всякие правительства и так далее, он будет им там давать наставления, они будут кивать головами и прочее, прочее. Это будет такое ритуальное действие, безусловно. Поэтому я думаю, что само собой ничего не сложится. Для чего люди говорят, не для чего, а почему они это говорят, что вот Путин там он уйдет, потому что они этого очень хотят. Они мечтают об этом, но не надо ждать милости от природы. В любом случае. Аңладыңлар, кайрындашлар. Бу узунраак экен, мен буну ayni vaqtida shu ko'pchilikning orasida taqilib yurgandan keyin men Facebook'imga qo'ygan buningda deyotgan eng asosli gap qaysi degan vaqtning o'zida masalan Xitoy bilan Rossiya o'rtasida masalan Qozog'istonni parchalash masalasi mavjudmi bo'lamdi degan vaqtning o'zida bu bo'ludi deb qarayotdi. Buni qanday qilish kerak desa qozoq xalqi masalan shu turayotgan yerlik xalqni uxlamaslik kerak.
hozirgidek o'tirib uxlamaslik kerak, sagak turish kerak, vaqt kelib qolsa qo'lga masalan qurol olishga tayyor turish kerak degan gaplarni chiqadi. Xulosa gap mana shu endi. Buningdagi xulosa mana shu parchalaydi degan nuqtada turyapti. Qarindoshlar, men suhbatimga o'chig'ini deyaveray. Nima uchun o'tirib masalan men parchalar kelgusida o'tirib bu ishlarni parchalaydi deyishimdek sabab qaysi degan vaqtingizda qarindoshlar, buningki ichki omil va tashqi omillari bor. Masalan, ichki omillar degan chaqda Qozog'istondagi millatlarning munosabati, men buni keyin tushundirman. Undan boshqa Rossiyaniki Qozog'iston bilan bo'lgan munosabatlari. Qarindoshlar, men bu davlatlar o'tirishdiki, nima uchun o'tirib bundaq turib bundaq ziddiyatlarni chiqadi men bilmayman. Ham bu temaga men ishkirlab o'tirib kirib, yeshib tushuntirish mening vazifam emas. Masalan, bundan 10 yil avval, 15 yil avval men ashu Qozog'istonda turayotgan vaqtning o'zida shunday bir gaplarni angladim. Masalan, Ruslarning eng chong millatchisi Vladimir Zhirinovskiy o shunday deganti. Shu yerda bir tayyorlanishlar bo'lgan. Almutda tüptinki oturup Uygurlarınki, çünkü ben 1940 yılı Kazakistan'da dünyaya kelgen, Almut'da dünyaya kelgen. Mening kichigimdan tatip oynayotgan ballarımның hemisi Uygur diye, başka millet yok degan gaplan degan vaqtingizda bir tayyorlanish bo'lgan qarindoshlar. Mushundaq masala o'tirib, masalan, o vaqtingizda Zhirinovskiyning millatchi sarang ama degan bo'lsa, uzoqamay o'tirib, masalan, Vladimir Putinning bu so'zlari o'tirg'i chiqdi. Qozog'iston, qozoqlar aytavr bir davlat bo'lgan emas. Bu davlatni biz qurib bergan degan gaplarni o'tirib chiqadi. Chiqqan vaqtda Qozog'iston bunday noroziliklar bo'lindi. Qozoq hukumatı masalan mustaqil davlatlar birlashmasiga sud yig'iniga kirmaydiganligidan iborat bu orqali bu tahdidlarni qilgan bo'ldi. Ammo mayli qanday qilib bo'lmasin bu kun tartibdan tushmadi. Rossiya amaldorlarining Rossiya hukumatiniki mushunga o'xshash deputatlar ichida, hatto prezident Putinning ichidami bundaq Qozog'istonninki masalan eglik huquqi masalasida kelgan vaqtimizda biz qurib bergan, davlat qurib boqmagan degan gaplar bilan bularninki bundaq so'zlar takror bo'lmaydi qarindoshlar. Men buni nisbatan bundaq tushunchada qarindoshlar. Bu yerdagi eng asosli sabab qaysi degan vaqtimizda Xitoy, yanada Xitoy qarindoshlar. Çünkü Xitoy hukumatı masalan o'zinglar bilasizlar, Sovet ittifoqidan parchalanib chiqqan shu Qozog'iston, Qirg'iziston, bu Stanston, ya'ni Kalvaston, ya'ni bu Paskinistonlarniki tutayotgan siyosatda qanday bo'ladi degan chaqda Shanxay hamkorlik tashkiloti bo'lsin, har jihatdan bo'lsa Xitoy eg'ib ketyapti, Xitoyning ichiga kirib ketyapti. Masalan, bundan hech qanday bir odam o'tirib yushamaydi ekan. Masalan, Qozog'istonning o'zining medialari chiqadi. Qozog'istonning 70% korxonalari, yer osti boylik hamma narsa o'tirib Xitoyning qo'liga tushib ketgan, tushib ketyapti. Hatto O'rta Osiyo ham shunday. Masalan, ba'zi insonlarimiz deydi o'tirib 7 milliard atrofida Xitoyga qarz deydi, birlari 4 milliard deydi bilmaymiz. Chunki buni o'xshash diktator davlatlarda, chirik davlatlarimizda qarzning sonini oshkorlashga yo'l qo'ymaydi. Chunki o'zining hozir hokimiyat tutayotgan hukumat bo'lsa, o'zining obro'yini tushiradigan bo'lg'achqa, bundaq masalalarni, nozik masalalarni oshkorlamaydi. Shuning uchun zaten qanchalik qarzning borligini biz bilmaymiz. Ammo uni yetarli qarzning borligini biz bilamiz. Masalan, xabarlarda hamiz chiqdi, dunyodagi 135 davlat, ya'ni mana shu Qozog'iston, Stonga o'xshash Turkiyaning o'ziga 135 davlat Xitoydan 385 trillion atrofida shunday qarz olganligini deyotdi. Demak, buni o'ttirchi hisoblab kelgan chaqdimi, Qozog'istonniki bu yerda 3-4 trillion atrofida qarzning bor ekanligi aniq. Xitoy bu qarzlarni qanday bergan degan chaqda yerimini oshkor bergan bo'lsa, yerimini o'tirib chirik amaldorlarni setib edish orqali, kanallardan maylash orqali o'tirib ularga berib, o davlatlarni qarz qilgan. Xitoy hukumat andaqkan o'tirib Qozog'iston hukumati, masalan, Qozog'istonliklar shunchalik qarzlarni qaytarib bo'lolmasa, Xitoyga pul kerak bo'lgan chaqda Qozog'istonning Xitoyga beradigan nimasi bo'ldi? Xitoyning Qozog'istonga beradigan va yoki o'tirib beradigan qo'shni davlatlarning Xitoyga beradigan narsasi zimin oldu. Xuddi Tojikiston qarzga bo'g'ilib, bugun o'tirib Tojikiston o'zining ziminining yarmidan ko'pragini o'tirib, masalan, Xitoyning harbiy baza qurishiga nima qilsang shuni qil deb o'tirib berib aytgan o'xshash bu ishlar bo'ladi. Qozog'istonmi 11,000 kvadrat kilometr ortiq ziminni setib olganligi bu qozoqlarning o'zlarining og'zida bor. Ammo yana hozir o'tirib qanchalik setib aytdi bilmaymiz. Bu yerga xulos gap, meni demoqchi o'g'lim qaysi degan vaqtimizda yana asosli Xitoy bilan ziddiyat teriydi deyishimdek eng asosiy sabab qaysi degan chaqda bayatonga o'xshash bu davlatlar o'zininki qarzini qaytaramagan vaqtingizda chirik amaldorlik qizim asosida zimin setishga majbur bo'ldi. Bu birinchi omil.
bu amilni o'tirib eng asosli buzib yetadigan mush o'tirishki Qozog'iston bilan Qozog'iston o'tirishki bo'linish va yoki Xitoy tilida so'zlash va yoki ishki muhitini buzib yetadigan ikki davlat bor. Cho'ng davlatdan ikki Rossiya bilan Xitoy. Bu ikkisini o'tirishda qolgan davlat. Undan boshqa bu yoqqa qarasangiz Afg'oniston, Talibanlar bor. Mayli qaysi kuchni qarasangiz ular uchun ziyonli. Bular o'tirib Amerika, Yevropani o'tirib kirgizmaklik. Chunki qo'rqish o'zining galvan siyosatchilari tufaylidan. Özünün bexatarlik masalasida. Xulos gap qaysi degan vaqtimizda bu zaminga Xitoyning qanchalik ko'z tikayotganini aniq. Qarindoshlar, Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida 1600 kilometrda zamin va eng chong chegaraga ega. Rossiya hukumati eng qattiq norozi. Chunki bu yerga Xitoyning mayli korxona qurish bo'lsin, mayli to'ylish bo'lsin, har turli qislar bilan Qozog'iston ishkirlab kirishi moyatdan aytgan vaqtimizda Rossiya buni Xitoydan o'zi kelayotgan bevosita tahdid deb tushunadi qarindoshlar. Shuning uchun bu yerda Rossiya hokimiyatiningki Qozog'istonning shu xato siyosatiga, ya'ni Xitoyga qazgi bo'g'ilish, har turli tufaylidan tutayotgan xato siyosatiga nisbatan hozirgi masalan Putindek, boshqa hozirgi so'zlayotgan bu shaxslardek o'ltirib, yo'q, zihniyatiga tegadigan, ularning g'ururiga tegadigan, masalan, ular bo'yicha g'ururiga tegadigan gaplarni qilishi bu eng asosli masala. Bu xo'sh, anda bo'lgan bo'lsa buni qilsa misolimiz. Tipik misolimiz qaysi degan vaqtimizda qarindoshlar Gruziya qarab yiqma. Gruziyani masalan ayni vaqtning o'zida Gruziyani qanday qildi? Gruziyani Rossiya tortib ketdi. Ya'ni Abxaziya rayoni bilan Osetiya rayoni Rossiya tortib ketdi. Chunki Gruzinlar alla-burilla o'tirib, masalan Abxaziya, masalan Gruziya tarkibidagi Abxazlar Gruziyaniki o'ziga hukmronlik qilishga qarshi edi. Rossiya u yoqqa kirgan hamon shu hamon tayyorlagan Shimol Osetiyani o'tirib qo'shilib, Gruziyadan Shimol Osetiya va Abxaziya rayonlari chiqib ketdi. Rossiya buni qo'shib oldi. Nima bo'ldi? Bu yerdagi chaqchaq qiladigan bir narsani davatmayman qarindoshlar. Bugungi dunyodagi mushu 20 yilning ichida 15 yilning ichida taxtga chiqqan liderlarning ichida birdan-bir tik turayotgan, og'a yerini yulib kirib elib, shu yerda tik turayotgan bir lider bor. O bo'lsa Vladimir Putin qarindoshlar. Qolgan davlatlar kirgan yerdan chiqib o'tadi. O'zining siyosati, masalan, ishg'olchi siyosati deydi va yoki boshqa siyosatining o'zida o'zininki degan yerga yetolmayotdi. Ammo bu yerda birdan-bir mukammal ham mazmun turayotgan Vladimir Putin bor. Masalan, bu yerdan deydi qo'tirib Gruziyadan Abxaziya bilan Shimol Osetiyani elib oldi. Nima bo'ldi? Chunki bu yerdagi eng asosli sabab Putinning o'zini aqlashidagi asosli sabab bu yerga Gruziya tarafidagi Abxazlar va Shimol Osetiyaliklar Gruziya bilan yashashni xohlamaydi. Asosli masala qaysi? Millatchilik masalasi. Onundan başqa siz qarayli, ondan başqa o'tayli o'tirib, masalan, Qrimni dunyoning so'zi bo'yicha qilchaqda ishg'ol qilib oldi deymiz. Masalan, Putinning so'zi bo'yicha aytgan chaqda qaytirib oldik deydi. Chunki bizni o'tirib biz Ukrainaga bergan deydi. Bu yerga talash-tortish masalasini davlatlar o'zining siyosati bo'yicha muomala qildi. Ammo Qrimni mening diqqatimni tortgan, Qrimni Rossiyaga elib olgandan keyin va yoki Rossiya ishg'ol qilib olgandan keyin Qrimda Rossiya hokimiyatiga qarshi bir norozilik namoyishning chiqqanini sizlar ko'rdingizmi? Rossiyaning ichki qismida chiqdi. Qrimda shunday bir harakatning chiqqanini Rossiyaning qo'shilib ketgandan keyinki Rossiya qo'shib olgandan keyinki hokimiyatiga qarshi bir Rossiya hokimiyatiga qarshi voqealikningki namoyishlarning chiqqanini ko'rdingizmi? Chiqmadi, qarindoshlar. Demakki, bu yerda biz o'ylanadigan bir masala bor. Nima uchun degan masala bor. Xulosa u qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bugun Rossiya hukumati Qrimni ishg'ol qilib oldi yoki o'ziga qo'shib oldi. Undan boshqa yana chuglab kelib o'tirib, Ukrainaning Donbas rayoni bor. Ukrainaning Donbas rayoni. Xuddi o'tirib Qozog'istondagi ruslar ko'plab o'tirganlikqa rayonga o'xshash Ukrainaning Donbas rayonidami asosli yashaydiganlar o'rislar yashaydi. U davlatningki eng asosli bo'layotgan, masalan, Rossiya bilan Ukraina o'tirishdi. Eng asosli ziddiyatni qarindoshlar bu mediaga jiq chiqmadi. Bu yerdagi masala Xitoy qarindoshlar, masalaga dey. Xitoy. Chunki Xitoyning Ukrainaning Xitoyga nihoyat ko'p zaminni setishi, ya'ni mening bilishimcha o'rislar o'tirg'alashgan, o'rislar ko'p joylashgan rayonning o'zidagi zaminni Xitoyga setishi bu yerdagi o'rislarni titratdi. Ukrainaning Xitoyga zamin setishi
Gektarlab yerlerini setishi, hatta 99 yılga o'tirtib setishi, bu yerda yaşayotgan, Ukrainada yaşayotgan, Donbas rayonida yaşayotgan Ruslarning g'ururiga tegdi. Bular o'tirib, shu orqali o'tirib, eng asosli masala shu. Anda bo'lsa biz Ukraina bilan birga yaşamaymiz degan bilan saylom o'tkazish, referendum o'tkazish degandek o'zining usullari orqali eng oxiri bu yerga Rusiyaning tarkibiga qo'shilib ketish uchun o'ziga bir hokimiyat qurib oldi. Ya'ni Rusiya hokimiyatiga erishadigan bu hokimiyatni qurib oldi. İkinchilik, ma tarafiga hisoblasak, masalan, Rossiya Ukraina masalasini, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi ziddiyat masalasini qarasak, ayni o'xshash Qozog'istonnikiga o'xshaydi. Masalan, Ukrainaning g'arbga mayli siyosatini o'tirib qo'yishi, g'arbga mayli siyosat tarafda bo'lishi. Yani asldan Rossiya bilan ittifoqlashib kelayotgan bu siyosatdan Ukraina o'ziga yarasha ikkinchi bir alternativ g'arbga moslashish siyosatini o'tirib qo'ygandan bu yerda Putin hokimiyati bundan norozi bo'ldi. Masalan, ayni vaqtdagi 2015-yilda yuz berdi Ukrainada ranglik inqilob yuz berdi, namoyishlar yuz berdi. Undan keyin boshqa hokimiyat chiqdi. Yani bu Rusiyaning kontroliga o'tirayotgan hokimiyat sistemasidan ular o'tirib g'arbga mayli hokimiyat sistemasini qurib chiqamiz degan nuqta. Bu o'tirib Ukrainaning masalan parchalanishiga hozir Rossiyaning qo'shilishiga asosli sababchi bo'ldi qarindosh. U yerda turayotgan bir eng asosiy Xitoyniki zimin setib olishi eng muhim omil shu. Ziminni setish. Endi xo'sh, undaq bo'lgan bo'lsa bu masalani chugiltib qilib Qozog'istonga kelaylik. Qozog'istonga kelsak, bugun Xitoy hokimiyatining, Qozoq hokimiyatlarining Xitoyga dardan tashqi berilgan siyosati bormi yo'q? Hatto Qosim-Jomart To'qayevning o'tirib Xitoycha so'zlayotganligini ko'ryotgansizlar. Bu Rossiyani eng qattiq norozi qilyotdi qarindoshlar. Chunki Rossiya o'zining orqa bog'chisi bo'lgan Qozog'iston bu davlatlarni o'zining mangulik bexatarligi uchun o'zining kontroliga tutib turishni xohlaydi. Undan boshqa yana qarasang, iqtisodiy jihatlarda Xitoyning qanchalik kirib ketganligini, u davlatning iqtisodini qanchalik monopol qilganligini biz yuqorida so'zlab o'tdik. Undan boshqa xalqidagi mayliq, qozoqlardagi mayliq, qanday mayliq? Yani o'zidan so'raymiz, ayni vaqtida qozoq xalqi o'zining bolalarini tarbiyalagan vaqtingizda Rossiyada, Moskvada tarbiyalaydi. Bugun o'zining bolalarini ular nerede tarbiyalayotdi? Xitoyda yetishtiryotdi. Xitoyda tarbiyalayotdi. Xitoyga maktabga olib, u yerda o'tirib, o'zining shu ziyrak aqlli bolalarini Xitoyning dafshandi ideologiyasi bilan o'zining qo'llarini qatiryotdi. O'zining shu xalqi qozoqlar o'zining bolalarini Xitoy ideologiyasi bilan o'tirib, Xitoyga avat sharqlik yetishtiryotdi. Bu Rossiya hokimiyatining eng qattiq norozi qilgan masalalarning biri. Qarindoshlar, bu ishlar mushundaq ketavergan vaqtning o'zida kechiringlar. Mushundaq ketavergan vaqtning o'zida bu asldan Xitoyning ishkirlab kirishiga chidamagan Rossiya hokimiyati tabiiyki 100% qo'l soladi. Sizga deb qo'y, tabiiyki 100% qo'l soldi. Bu yerning o'zida xuddi o'ltirib Ukrainaga kirgan vaqtingizda g'arb bilan so'qashmagandek, xuddi Gruziyaga kirgan vaqtingizda boshqa davlatlarni so'qashmagandek o'zini parchalandi. Xo'sh, unda bo'lsa Qozog'istonga bo'lib qolgan vaqtingizda-chi? Qozog'istonga shunday bir harakatchilik bo'lgan vaqtingizda-chi? Xitoy bilan men Rossiyani o'tirib Qozog'istonni talashib o'tirib so'qishadigan ishonmayman. Ammo ularningki o'zining manfaati uchun parchalaydigan ish nima, yaxshi ish nima? Bu mening ideologiyam emas. Undan boshqa biz tashqi omillar deydik. Anda bo'lsa Qozog'istonning ichki omiliga qaraylik. Millatlar o'tirishdagi masala qaraylik qarindoshlar. Qozog'iston ko'p millatli rayon, ko'p millatli davlat. O davlatda mening ayni vaqtda bilishimcha 250 ga yaqin millatlar yashaydi. Masalan, Polshaliklar, Ukrainaliklar, Yahudlar, dunyodagi zaten hamma millat bor. Qortalliklar, Koreyaliklar, men u yerda yashagan bilimi hamma millatlar yashaydi. O ko'p millatlik davlat. Ya'ni mundaq chiqib aytgan chog'da multikultural. Dunyoda multikultural degan narsa xatarlik narsa emas, qarindoshlar. To'g'ri siyosat yurgizsa, bu dunyodagi eng odil siyosat shu multikulturaldir. Masalan, bizning Norvegiya davlatimizning dunyodagi hamma millatlar bor.
Ama bu devlet adaletli bo'lg'achqa biz millat o'tirishda hech qanday ziddiyat yo'q. Multikultural, ya'ni ko'p millatli masala hech qachon ziyonliq emas. Siyosatni to'g'ri yapmasangiz ziyonliq narsa emas. Qozog'iston bu narsalarni xatosi qo'llanayotganligini ko'ryapmiz o'zining ichida. Bunun tipik misollari qaysi degan vaqtda Xitoyning o'yiniga ketayotganlik masalasi qaysi degan vaqtimizda qarindoshlar. Men bu yerda yuqori so'zimni deb o'tdim. O'zi bilan atalmış bir yashab ketgan kichik bolalar o'tirishga ziddiyat ko'rib, shunchalik o'tirib o'zini millatchi chog'lagan bir turkum qozoqlarning chiqib o'tirib, Uyg'urlarning kafelaridan to'liq chiqib etishi. O'ylab beqinglar. To'liqchi ashani chiqishi, traktor mashinalarining chiqishini to'g'ri deb o'ylamsizlar. Bu kimning manfaatiga foydali? Xitoyning manfaatiga foydali va vaqt kelib qolsa Rossiyaning manfaatiga foydali. Biz bu yerdagi masala men tipik olib turib Uyg'urlar bilan bo'lgan masalani demoqchi emasman. Bu masalani qozoqlar bilan o'tirishdi, ba'zilar o'ralmalaydi. Bular o'tirishdagi masala, ziddiyat masalalari. Ayni vaqtning o'zida nima bilan bo'ldi? Mening bilishimcha armanlar bilan bo'ldi. Armanlar o'tirishdi ziddiyat bo'ldi. Chechenlar bilan o'tirishdi ziddiyat bo'ldi. Ondan başqa oturup Tungallar oturuştuğumuz ziddiyat bo'ldi. Onu da eş oturup Uyg'urlar oturuştuğumuz ziddiyat bo'ldi. Hatta bir rayonimizda shunday bola bilan bola oturishda jidal chiqsimi, hatta boshqa shahar otlab kelib hujum qilamiz deydigan bu yerda o'tirib tupoy. Tupoy. Biz bunu oturib bundaq kelib o'tirib shu yerdagi ziddiyatlarga aralashimiz, uning zada o'tirib adibini berimiz, o millatlarni zada kimning ziminda yashayotganligini ko'rsatib qo'yamiz deganlar cho'q qaranglar tupoy. Baran. Biz bunda satyapni qilaydi, pizdu galova qaranglar. Ma kalisi ishlamaydigan insonlar o'zining davlatining oliy manfaatini tushunmayapti. Bu kim uchun foydali degan vaqtda, ya'ni Xitoy bilan Rossiyaning manfaatiga foydali. Nima? Nima uchun degan vaqtning o'zida bu sharki o'zini millatchi deb olgan atalmış shunga o'xshash tupoylar. Masalan, tupoy qozoqlar deylik. Yani pizdu galova qozoqlar deylik. Bu qozoqlar o'tirib, bu shunday o'zining davlati yo'q, men qarang. Uyg'urlarning davlati yo'q, buningga tagdi. Chechenlarning davlati yo'q, buningga tagdi. Hatta armanlarning davlati yo'q, buningga tagdi. Kurdlarning davlati yo'q, bularga tagdi. Ko'rdingizmi? Ikki qismdagi ziddiyatni o'zlari yaratib atadi. Endi bu shu chugilab kelib o'tirib bir kunning o'zida shu davlatdagi kuchliroq millatga Rossiyaning manfaatiga tegami tegmasmi? Ma'lum bir sarangliq cho'qim tegadi sizga deb qo'y. Veya o'tirib Xitoylarga cho'qim tegadi. Ammo Rossiyaga cho'qim tegadi. Takka vaqtning o'zida andin bu yerdagi Putin aksi o'tirib, mazmut turayotgan sizga deb qo'yay. Qrimni o'ziga qo'shib olgan, Ukrainaning Donbas rayonini o'ziga qo'shib olgan, Gruziyaning ishki o'lkasini, bayatdagi Abxaziya, Osetiyani besib olgan, Suriyada o'tirib, ya'ni mazmut turayotgan bir Putin oldingizda bor. O chaqchaq qiladigan Putin emas. Anda qo'ygan bo'lsa, Putin o'tirib bir kuni boshqa vaqtingizda, jo'zga o'tirib birini urgan vaqtingizda nima ish yuz berdi? Ko'rsiz, sizlar buni ko'rsiz. Chunki davatqinim qaysi degan vaqtimizda Qozog'istonningki bu multikulturallik, ya'ni ko'p millatli sistemdagi adolatli siyosatni mushuning o'xshash qallis ishlamaydigan bir turkum insonlar buzib etishi mumkin. Bu buzib etish eng oxirida nimaga olib degan chaqning o'zida qarindoshlar. Har qanday bir millat ichidagi ushoq millatlar adolatli sistemining bo'lishini orzu qiladi. Buni zaten Putinmi biladi. Siz ashi zimindagi zimindagi o'tirib, Qozoqdan so'rab beqing, har qanday millatdan so'rab beqing. Ayni vaqtdagi Sovet hokimiyati to'g'rimi, xatamti, yaxshi bo'lganmi, hammasi o'tirib, to'g'ri bo'lgan hokimiyatdi. Millatlar bilan millatlarning ziddiyat yo'qdi. Bir millat bir-birimizga jidal qilgan bundaq ishlar yo'qdi. Ansizchilik bundaq ishlar yo'qdi deydi. Bugun nima bo'ldi? Aşı vaziyatni qandaq insonlar yaratib atadi degan chaqda aşı davlatdan chirik hokimiyati, yoki Xitoyga ishlaydigan, yoki Rossiyaga ishlaydigan mushundaq bir ziddiyatning bo'lishini orzu qilgan millatlar bilan millat o'tirib ziddiyat chiqqan vaqtning o'zida anda bo'lsa cho'ng kishilar o'tirib bu rayonga kiradigan masalalarni Rossiya hokimiyatini biladi, Xitoy hokimiyatini biladi. Shundaq bo'lgandan keyin mushu Qozog'iston hokimiyatining ko'z yumushlari orqali, ya'ni shundaq talay yerlardan o'tirib mashinalab kelsa, ko'rdingmi o'tirib o'zining bir davlati yo'q, Uyg'urdak, Chechendak, Tungandak, boshqa ushoq millatlar, jiq millatlar va qarindoshlar bu yerda. Jiq millatlar. Shu davlat yo'q millatlarga tegib o'tadi, takkandan keyin o'tirib, buni kelib o'tirib,
şu yerga o'tirib to'plam holatda o'tirib buni hujum qilishni shu yerga hokimiyatlar balkim bu bir millatchilik to'g'ri bo'lgan ish deb qaragan ishlar kelgusida o'tirib o'zining beshiq ofat bo'ladi qarindoshlar. Men sizlarga deb qo'yay. Shuning uchun men bayatin dedim, bunu o'tirtirib olsam olaman deydigan, zaten o davlatingni men qurib berdim deydigan Putin bor. Hem undan boshqa Rossiyada o'tirib 1 milliondan 2 millionga chatavundar ruslar bor. Qozog'istonda. Onundan başka hazır Xitay u yerga o'tirib yer, mol-mulk, nurg'un narsani baydab etib setib oldi. Bundan Ruslar rahatsız. Onundan başka Qozog'iston o'zining multikultural, ya'ni ko'p millatlik sistemasini mushundaq o'tirib bir turkum saran qozoqlarniki ko'chaga chiqib o'tirib ajizlarni urib, dumbalab so'qadigan ishlar bo'lgan vaqtingizda bu berib eng oxir o'tirib Ruslarning manfaatiga o'tirib tegishi mumkin. Takka vaqtingizda siz ko'rasiz. O devletni o'tirib andaq bo'lgan bo'lsa, o'zing davlat qilolmading andaq bo'lgan bo'lsa, men seni davlat qilib qo'yay deb o'tirib, Ukrainaniki Donbass rayonlarini olgandek elib olsiz. Xitoylar o'tirib andaq bo'lgan bo'lsa, Xitoyning oldiga yeringni ol andaq bo'lsa, qazingni bu yerdan ol, yeringni oldiga yerini, men o'tirib bu yerdan olay desa, Qozog'istonning shu 90 ming armiyasi nimaga yarar? Ukrainaning o'tirib, Ukrainaning qanchalik armiyasi bor ekan deganda 150 ming kishilik armiyasi qarab o'ltirdi-ku. Hatta Ukrainaning yadro qurollari bor. Rossiyani nima qila oladi? Putinni nima qila oladi? Qarindoshlar. Bu mushundaq ishlar bo'lgan vaqtimizda to'g'rimi o'ylab beqinglar. Bizning deyotgan so'zimiz, gapni uzatmayli. Har turli sharoitlarni shu yerdagi xalq, shu yerdagi siyosiy muhit yaratib beryapti. Masalan, Qozog'istonningki parchalanib ketishiga, bo'linib ketishiga va yoki qilib qolsa Xitoycha so'zlashga o'z sharoitlarni hozirlab beryapti. Yalğanmı so'rab beqinglar, qozoqlar o'zining bolalarini o'tirib Amerika, Yevropada tarbiyalaydiganlar az, Xitoyda yetishtiryapti. Moskvani o'tirib o'ylaydigan qozoqlar az qoldi. Shuning uchun bu yerdagi Qozog'iston bilan Xitoy o'tirishgan masalalarga kelgan vaqtimizda Uyg'urlarni o'tirtirib, Uyg'urlar sizlar diqqat qilingizlar qarindoshlar, sizlar diqqat. Bu yerdagi eng asosli vazifa qaysi? Davlat mening da o'tirtirib po'atadi-ku. Po'atgan qozoqlarga eng kuchli vazifa ashlarda. Ular uxlamaslik kerak. Ular chiqish kerak. Xitoyning mesela adolatsiz siyosatga o'tirtirib chiqish kerak. O'zining davlatiningki hokimiyat apparatidagi xatoliklarni oshkora so'zlash kerak. Nochilikni o'tirib o'zining davlati bor. Öz devlet yok bu Uygurga, Tunganga, Ermenge, bu yerga o'tirib Tatarga, boshqa millatlarga ishlatmay. Nochiligimizni o'tirib vaqt kelib qolsa siz o'risqimi deb beqing. Ifodangizni bildirgansiz. Ya'ni eng kuchli deydiganim, bu yerda eng nochi bo'lsangiz Xitoyga deng. Qozoqlar. Xitoy o'zingizning noroziligini bildiring, chunki sizning Xitoy oshida o'tirib Rossiya bilan har turli kozirlarni qo'llash orqali Qozog'iston sizning davlatingizda halokat ishtiradigan o'yinni o'ynayotgan Xitoy. Buni Xitoy bilish kerak, shu qozoq xalqi bilish kerak. U o'tirib Uyg'urga tegadigan, Chechenga tegadigan, boshqa o'tirib bu to'poy millatchilik demaymiz, millatchilik undaq bo'lmaydi. Millatchilik o'zining sifida turayotgan, birga turayotgan, o'ziga o'tirib qurol ko'tarmagan, o'ziga yomonlik qilmagan millatlarga dushmanlik qilishimiz xatolik. Bu millatchilik demaymiz, buni irqchilik, bu o'tirib millatchilik demaymiz, o bir xato ideya, o'zining davlatini o'zi vayron qildigan ideya qarindoshlar. Shuning uchun qozoqlar eng burun o'tirib uyquni etish kerak. Uyg'onish kerak. Tik turish kerak. O'zining zaten o'tirib, mushu Rossiya bilanmi kelgusida o'tirib, yillardan birisi, 100 yillardan birisi yaxshi yashab kelgan Ruslar bilanmi qarim-qarshi holatga keltirib qo'ygan Xitoy. Buni bilish kerak. Men bu yerdan birisi eng tipik bir misolni dedim. Ukrainada Xitoy bilan Rossiya bilan Ukrainani qarim-qarshi holatga keltirgan Ukraina hukumatining xato siyosati, ya'ni Xitoyga ko'plagan Ukraina ziminlarini setishi bu eng asosli Putinning achchig'ini keltirgan narsa dedi qarindoshlar. Bu Qozog'istonda setyapti, gerçeklik, reallik aylandi. Bu Ruslar bilan masalan qozoqlar o'tirsa ziddiyat jidal majraning chiqishini orzu qilgan birdan-bir Xitoy. Buni o'zining ichidagi kichik millatlarga nochilik qilgan qozoqlar buni eng yaxshi o'ylanish kerak. Eng yaxshi tahlil qilish kerak. Eng yaxshi chiqib o'tirib, andaq bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlar chiqirgan bo'lsa, Uyg'urlarni, boshqa millatlarni o'tirib o'ziga tortish asosida o'zining eng chong xatarning Xitoydan kelayotganligini bilish kerak.
Noçilg'ini shularga qilib beqish kerak. Noçilg'ini shularga qilib beqish kerak. Nima o'nadi kelgan noçilq u? Men hozir bilmayman, 10 yil, 20 yil avval bu men ash qozoq xalqida o'tirib nurg'unlar maqtab ketadi, g'urur badisi nurg'unlarda ishonmayman qarindoshlar. Men ashada tug'an, az Sipulun deydi, Saynan Maruchka deydi o'tirib qata o'tirib olgan qizlaringiz uchun. Sizning g'ururingizni dafsanda qilayotganlar Xitoydan kelgan millioner baylar bilib qo'ying. Qozoq xalqi. Shuning uchun siz o'zingizning bilan yillardan birisi birga yashayotgan, sizga yomonlik qilmagan Uyg'ur, Chechen, asosiy bu yerdan Uyg'urlarga siz yomon ko'zingiz bilan qarab ziddiyat bermay, o'zingizning dushmani bo'lgan Xitoyga ko'zingiz bilan qarab beqing, nochiligingizni shularga qilib beqing. Ko'rib boqayli bir qator. Xuloslab deb qo'ydim, Saynan Maruchkada, Sipulunda o'tirib, qata turgan 10 yil avval qizlar batg'o, shularni o'tirib uyga tortib ketayotganning hammasi Xitoy. Sizning g'ururingizda dafsanda qilayotgan Xitoy. Shularga nochiligingizni deb beqing. Endin Uyg'urga xatolik qilgan bo'lsa, deysingiz, ma haqda adolat bor ekan, ko'lli bor ekan, aql bor ekan deymiz. Tushundingizmi? Mushkamgacha o'tirib, ashunchalik ziminingizda po'xorliqlarni qilyapti Xitoylar. Xitoyga o'tirib bir og'iz gap qilmay o'tirib, o'zingizning tarixdan buyon birga yashab kelayotgan bu Uyg'urga boshqa millatga teyishingizning o'zini dunyodagi hech qanday bir xalq to'g'ri deb qaramaydi. Nadan qozoq xalqi. Uyg'uninglar, zimininglar ketyapti. Egilik huquqinglar ketyapti, davlatinglar tushyapti. Uyg'uninglar qozoq xalqi. Shuning uchun Uyg'ur xalqi uya turayotgan Uyg'ur xalqimga deydiganim, bu yerdagi Xitoyga birdan-bir qarshi turish, o'zining egilik huquq nuqtasidan, davlatining ketayotganligi nuqtasidan va yoki vatanimiz Uyg'ur davlatida qozoqlarning bor nuqtasidan, jim yetib olganlik nuqtasidan birdan-bir Xitoyga qarshi o'tirg'i chiqib, o'zining egilik huquqi, ham haqqoniyat, ham Uyg'urlarga bo'lgan bir adolat ustidan birdan-bir Xitoyga qarshi fikr qildiganlar o'zimizning qozoqlar. Shu davlatning men egisi deb turib, meni o'rtagan qozoqlar o'tirg'i chiqish kerak, so'zlash kerak, deyish kerak. Siz tavsiyani shularga qiling. Qozoq davlating ketyapti, sen nima ishga yotsan? deb o'tirib, shularga tarbiya qilsangiz, shularga so'zlasangiz bo'ladi-ki, ammo sizlar o'tirib qarindoshlarimiz uyda yetib oldi, ani qildi, man qildi degan ba'zi o'tirib gaplar bilan siz Qozoq bilan Xitoyning, ya'ni qozoq mushni qo'shib saran qozoqlar bilan Xitoylar o'tirishga yamga o'yinib ketmanglar qarindoshlar. Mening deydigan gapim mana shu. Chunki Xitoymi asosli maqsadi u yerdagi Uyg'urlar, shuning uchun ba'zi cho'ng chiqishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ammo buni takrar yuz bermaydi deb o'ylaymiz. Amonlig'inglarning yaxshi bo'lishini umid qilamiz qarindoshlar. Sizlarga yana takrar deydiganim, o yerda Qozog'iston, O'rta Osiyoda shu davlatning nomi bilan atalgan millat, ya'ni qozoq bo'lsin, qirg'iz bo'lsin, Xitoyga qarshi birdan-bir harakat qilib, o'ndan dasturib, mening davlatimning egilik huquqi, g'ururim hamma narsa ketyapti deb o'tirib, Xitoyga qarshi gap qildigan ashilar, qarindoshlar. Albatta bizning millatimizning deyish huquqi bor, ammo Uyg'urlarga o'tirib yeshil chiroq yiqilsa, boshqa millatlar yeshil chiroq yiqilsa qiladi. O yeshil chiroqni yiqib beradigan qozoq va qozoq hokimiyati qarindoshlar. Qirg'iz va qirg'iz hokimiyati. Avval ular chiqish kerak. Bu xatarni avval ular ko'rish kerak. Avval bu xatarni u shu yerda o'tirib o'zining Uyg'urlarga boshqalarga po'xorlik qilayotgan, nochilik o'tgan qozoqlar o'tirib tushunish kerak. Xatar nereden kelyapti? Men kimning o'yiniga dasayotiman degan narsani yaxshiroq bilish kerak. Mushundaq vaziyatlar o'tirib ushoq millatlarga tajovuz qilib, ushoq millatlarga o'tirib po'xorlik, cho'ngchilik qilishning o'zi mayat inaga o'rtagan chaqda ikki cho'ng kishini o'tirib anda bo'lmasa menda adolat bor deb o'tirib bir adolat degan xalti bilan kirib, sizni adolatsizlikdan bo'g'adigan sistemni ep keladi qarindoshlarimiz. Men shunday deyin. Men ilgirki suhbatimda degan qarindoshlar, men Qozog'istonda yashash jarayonining o'zida shu qozoq degan xalqning ichidan sen kimning ziminda yashayapsan deb o'tirib, shunday cho'ng tahdidlar keladi, u bu tahdid aytdik. Men bu nuqtani men o'tirg'i qo'ymay, Facebook'imga kirib yiqinglar, ba'zi cho'ganlar bor ekan,
Masalan, Uyg'urlar bilan qozoqlar o'rtasida ushaq ishlar chiqqan vaqtingizda, masalan, zalda yig'ilib vaqtingizda sen kimning zimmida yashayotsa, kimning zimmida yashayotganini bil degan gaplarni anglab o'tirib, nurg'un qarindoshlarimiz aka va sening deganing to'g'ri ekan deydi. Xohlasanlar Facebook'im qo'shib qo'ydim, kirib ko'rib baqsang bo'ldi. Boshqa alayta maqsad yo'q. O yig'inning o'zida, o zalning o'zida qarindoshlar yana qozoqlarga o'tirib yaxshi qilgan gaplar bor. Sen bilan biz bir millat jidal qilishmayli, urush qilmayli deb o'tirib. Yani muşunun qo'xshash, men Facebook'im qo'shib qo'ygan qozoqqa o'xshash, sen o'zingning kimning zimmida yashayotganligini bilib turib yasha deb o'tirib, shunday to'q-po'qi marazli qilayotgan qozoqlarning so'zlarini qo'yib qo'ydik, chunki gapimizning rost ekanligini dunyoga bildirish uchun qarindoshlar. Shunday bo'lgandan keyin qarindoshlar, anda bo'lgan bo'lsa, kunlaringlar takror xayrli bo'lsin, ko'rish omon bo'laylik. Yana omon bo'laylik qarindoshlar. Xo'sh.